Asta qadam tashladim, men xamirni ushadim. Aytishga so'z topolmay assalomdan boshladim. Avvalambor assalomu alaykum, qadrli, hurmatlilar. Batuxonni mana aqib xamir o'ynayotganini ko'rib, men ham bir nazarlab pishirgim kelib ketib, sekin suhbatlashib turgan joyim bu yog'i. Börek nasıl yaptılar Nuhtakom? Gözleme yapacağız şimdi, börek değil. Közleme mi? Közleme nedir? Ne diyorlar sizde ona? Böyle açıyorsun, tamam mı, hamuru? İçine malzeme koyuyorsun. Hı. Sonra kapatıyorsun. Hı. Tavada pişiriyorsun onu. Çi Oraya börek. gözleme yaz. Çi börek. Yok, çiğ börek değil. Çi börek değil. Ben çi börek yapacağım. Sen çiğ börek mi yapacaksın? Chiburekni o'zini qilamanmi, bir hafta yuraman u hali yo'lda deb pirojka ham qo'shib tayyorlab olishga qaror qildim. Pirojkaga shu kartoshkalarni qaynatdim, boshqa qildim sekin. Keyin internetda videolarni ko'rsam, kartoshkani qaynatilgan suvga xamir qilsa o'ta go'zal bo'ladi deb chiqibdi bitta ikkita blogerlar. Sinab ko'rishga qaror qildim. Keyin kartoshkani qaynatib, bu yoqqa olib, suvni sovitishga qo'yib qo'ydim. Bu yoqda ko'kimni ham anaqa qilib qo'yganman, uyutib qo'yganman. Sodali suv, tuz, soda soldim, oksus quyib yubordim. Yaxshilab bir mikroblari o'lsin deb uyutib qo'ydim. Suvini to'kib tashlab, keyin to'rg'ashga tayyorladim buni ham. Video çekiyor. Doğal olsun, doğru. Doğalsın. Doğal yani, natural. Ha. Atrofdagilarni ogohlantirib qo'ygandan keyin yaxshilab yuvish jarayonida orqadagi arkadaşlarni ham sekin videoga olib bordim. Atrofdagi anaqalarga to'zib yotganiga e'tibor bermaysizlar. Batuxon burnini tiqib oldi shu qo'limni yuvaman deb. Men rosa ish qilayotganimda uniki ham qichib kelib mana shu qo'limni yuvaman deb turib oldi endi. Undan keyin shu ko'klarni mana shu to'rg'ayman desam, mana shu ish qiladigan joyimga turib olib, o'zlamasini ichiga qo'yiladigan narsalarni tayyorlab, sekin aralashtirib, uzoq karvon qilib yomon vaqt oldi. Orasida shu boshqalarga gapirib, netib, tvorog qilarkanda ichiga shu bir narsalar qo'shar ekan. Shu nariyoqqa surilib tur dedim. Men ham uni ish qilayin dedim. Keyin sekin men ham boshladim. Likopni kir qilib aniga qo'yib qo'ydi. Pichoqni olib, sekin ko'kni to'rg'ashda boshladim. Videoga olishni ham yorib yuboribman. Birinchi video, endi xafa bo'lmaysizlar. Ko'kni olishni o'rniga to'g'rida derazani, bardaydi, ashaqlarni olibman. Ish qilib, asosiysi mana shu ko'kdan chiburek qilganim. Nima qancha qo'shilganini bilmayman, to'g'ri kelganicha qo'shaverdim. Shu mashinchaga ham manaqa qo'shasizlar, mashinchaga ham tuz qo'shasizlar. Yo'q, tabiga qarab hamma xohlaganicha o'zingizlarda bor narsalarni qo'shaverasizlar. Men ot quloq topdim, mana shu ot quloqni olib keldim. Undan yog'i qolgan narsa go'sht bor edi. Xudo xolasa shu go'sht qo'shdim, piyoz to'rg'adim. Shunaqa qilib kartoshka qo'shdimmi yo'qmi esimda yo'q, hozir ko'ramiz endi. Videoni oxirigacha ko'rganman. Sekin qarab anaqa sharhlab ketaveraman bu yog'iga. Asnaqa gaplar, mana shunaqa qilib sipalanib yig'ishtirib o'tdim. Keyin buni bitta chayqa borib turib, to'rg'agan ko'klarimni shunga solaman deb tayyorlab buni. Endi sekin bu yoqqa o'tamiz. To'rg'ash jarayoni o'ta zerikarli va uzoq vaqt olgani uchun sizlarga rahmim kelgan holda, o'zimga ham rahmim kelgan holda kesib tashlayman shu joyini. To'g'ri bo'lgandan keyin morozinnikda muzlab yotgan go'shtimni muzdan tushirish harakatini boshladim. Bittaroq olib shuni qo'yib qo'ysam bo'lmasmidi? Oh my god. Ayo, bir narsa qilib muzdan tushirib oldim, mana shunaqa qilib to'g'rab. Ancha vaqt ketadi to'rg'ashga ham, uni ham kesib tashlaymiz. Go'shtni ham to'g'rab oldim, undan keyin piyozni boshladim. Videoga olishni ham yorib o'rganman. Hozir pastda piyoz to'rg'ayapman, tasavvur qilinglar. Undan keyin kartoshka qaynatib olgan suvni ustiga dirom tashab turib,
sekin xamirga harakatni boshladim akalar. Drojdan keyin tuz soldim, tuzdan keyin un tashladim, tuxum qo'shdim ekan. Tuxum ham qo'shdim menimcha. Ishqilib nima topsam qo'shdim, harakat qilib, bir narsa qilib xamirda qildim. Mana tuxum ham qo'shibman. Undan keyin uchi sinib ketgan, kuyib ketgan, mana shu yonboshlar tulab ketayotgan, bizdan ketsa ham biz kechmayotgan bunaqa kapgir deydimi, nima deydi, bu taxtadan yasalgan qisqasi. Shunaqa narsa bilan xamir qilishga harakatni boshladim sekin. Bu yoqqa qarab turib sekin unda oldimda. Unda olgandan keyin haligi suzadigan narsa bo'lardi-yu. Mana shunaqadan elak sifatida foydalangan holda unda elab sekin tushirishni boshladim. Mana shunaqa qilib elab eplab-seplab xamirni ham qilyapmiz. Xamirda aralashtirib, netib, boshqa qilgan joylarim baribir sizlarga qiziq bo'lmasa kerak, o'sha etlarni ham kesib tashlayman endi. Yo qoldirsammikin? Mayli qoldiraman. Mana shunaqa qilib aralashtirdim-da. Qo'lda xamir qilishni xohlamaydiganlar uchun mana shu zo'r usul. Tipa mishalka tayyorladim. Keyin bizda aralashtiradigan vositani eng udari borligi esimga tushib ketdi. Sekin borib g'aladonni tortdim. Ichidan uni topdim. Uni oldimda. Uni ham yuvdim. Endi baribir o'pishani ichida turgan yuvib qo'ysa ham bir chaqib yuborish kerak endi baribir bo'lmaydi, ko'ngil olmaydi. Endi bu bilan aralashtirishni boshladim. Yaxshilab bir xamirim o'ta go'zal bo'lsin deb. Qisqasi mana shunaqa qilib yaxshilab aralashtirib, keyin oz-ozdan un qo'shilaveradi. Birdaniga qo'shib yormaysizlar unda. O'zi xamirni avval un solib olib, keyin sekin-sekin suv quyib qilishardi. Doim teskari qilaman. Shuning uchun bir mo'ljaldaydan yo'q ko'p xamir qilib yoraman, yo'q oz xamir qilib yoraman. Ish qilib kashasini chiqaraman. Bu yog'i tuya pechenni gilos kompot bo'ladi bu yog'i keyin. Tamom, xamirni aralashtirish ham o'ta qiyin bo'lib ketdi. Qo'lim vobshe tugab ketdi o'zi ham bor-ku. Uni aralashtirib olguncha. Sekin-sekin qiyinlashib ketyapti. Endi narginga o'taman shekilli. Uni ham qiyshaytirib tashladim, simlarini ayirib tashladim. Endi buni sekin oshiqcha xamir-pamir bu narsalarini tushirib tashlab turib, chekkaga olib qo'yib, narginaligi bizdan voz kechmoqchi bo'layotgan kapgirda aralashtirishni boshlayman. Kamida kapgir bo'lsa kerak-da, endi ashini nomi endi. Mana shunaqa qilib aralashtiriladi sekin-sekin. Bunda ham xamir qilish yomon azob ekan bor-u. Odam tugab ketdi bor-u, bitta mana shu xamirda qilib olguncha. Oxiri o'sha damlar keldi akalar, nimani kapgirni tozalab sekin bir boshga bir o'lim xamir qilishga shay qo'lim deb turib, qo'limda endi xamirga yog'ni quyib sekin xamir qilishni boshlab o'raverdim. Uni tozalab olish ham oson bo'lmadi. Mana shunaqa qilib xamir qilinaveradi. Bu yoqqa aralashtirib, netib video yo'yganimni ahvolini qaranglar. Qayda olyapmanmi? O'zi qayda ish qilyapman, qayda videoga olyapman. Mayli endi birinchi videoga olishim. Bo'lmaysizlar. Yoqmasa ya'ni ko'rmay qo'yaverasizlar endi. Asosiysi oxirida chibureklar tayyor bo'ladi-yu, shu joyiga o'tkazib yuboringlar bo'lmasa. 78 yillik urinishlardan keyin xamirni mana shunaqa holatga keltirib oldim. Keyin mana shu yerda ham jicha normalniy videoga olibman. Qo'lga xamir yopishib, zeriktiruvdi, yog'dan quyib turib, yog'lab xamirda qildim. Qo'lga yopishmaydi ekan. Mana shunaqa qilsanglar yaxshi bo'lib ketar ekan. Aldab xamirda yopishmaydigan qilib oldim qo'lga. Ish qilib. Xamir tayyor bo'ldi hisob. Endi buni ikkiga bo'lib qo'yish kerak. Buni ikkiga bo'lgani nariga birorta laganchani istadim sekin. Bari qo'lga yopishyapti, ichiga nima pashsha kirib qolganmi? Mayli tashlaveramiz endi. Laganchani ham o'ta tez topib turib, yaxshilab qo'l bilan birga yuvib turib buni
Shunaqa ishqalab yuvish esdan chiqmadi. Qo'lda yog'lab turib, xamirni ikkiga bo'lib olamiz. Laganchaga yarmini, qozonda yarmini qoldiramiz. Mana shunaqa o'ta mashaqqatlar bilan bo'lib oldim, ammo borib qo'lga yopishib qolaverib, odamni o'ta qiynab yubordi bu xamir. Normalni qilmadimmikin, xamirda yaxshi qilmadimmikin? Qo'lga yopishib qolaverib, zeriktirdi bormi? Keyin bunday o'ylab qarasam, uni xamirim pirojkaga bo'laveradi, cheburekka bo'lmaydi ekan. Nariga xamirni yaxshi holatga keltirib, qo'lga yopishmaydigan bo'lgandan keyin peshanadagi terilarni artib turib, qo'lni yuvishni boshladim. Qo'lni yuvib bo'lgandan keyin sekin tayyor bo'lgan xamirni olib turib, xolodilnikka mana shu yerda kutib turing deb turib, solib qo'ydim. Undan keyin oshib qolgan ikkita tuxumimni ham xolodilnikka solib qo'ydim, keyin ishlatarmiz dedim-da endi. Xo'sh, birdaniga qiymaga o'tib ketamiz. Pirojkani qiymasi tayyor. Bu yerda ko'k to'rg'algan. Oradan ancha joydan arqib tashladim, kesib tashladim. Piyozni tashladim, keyin go'shtni tashladim. Undan keyin kartoshkani tashladim. Qo'g'rayapman mana. Ashi joylarni bilmadim, olmabman. Men ham yangiman endi. So'kib tashamaysizlar. Nima ketma-ketli qilganimni mana aytdim. Shunaqa qilib qo'g'irdim. Ot quloqda keyin solishni boshladim. Navbatdan sekin-sekin. O'zi ham otni qulog'idek qilib kesgan ekanman. Mayda-mayda qilib to'g'rasam bo'lmasmidi-ya? Tez o'lar ekan, yaxshi. So'ljayib ko'pgina ot quloq ozgina olib qoldi. Oz-ozdan shunaqa qilib solib o'ldirib kamaygan sari solib bir narsa qilib tugatib olinadi. Mana bu yerda batuxonni o'zlamasi ham tayyor bo'lyapti. Mana shu yerda xatolarimdan eng kattasini qilganman. Tuzzavodni boshlig'ini jiyanidek solganman mana shu yerga. Ko'pgina tuzni solib oldim. O'zi ham mana shuni yeganimda, har safar yeganimda har bo'yidan olgan suvlarimni ichib tugatdim. Ishonaveringlar ona. Oxiri qiymam tayyor bo'ldi. Qiymani bu yoqqa olib, sekin piltani o'chirish harakatini boshladim. Gözleme. Instagram'da koyacağım. Koy abi. Bunu nomu ne? Adı ne? Gözleme. Gözleme. Taner o sarışın olan değil mi? Taner yok. O değil. Adam Ramazan ama. Ramazan var. Öbür ismi neydi? Veysel. Veysel herhalde. Benim adamım abi Ramazan. Samban yap ya. Ama yok bizde yok. Niye çıkmış mı o? Olabilir, ben şurada yok. Bir Almanya gitmiş ama Devran çekme hamuru, anasını anlattık. Çekme hamuru bozduk Devran, çekme bro. Şu kızağı da iyi. Hamur bozuldu.
qisqasi shunaqa suhbatlardan keyin men ham o'zimni ishimni qilay deb qiymamga bitta qarab qo'ydimda. Xamirimni olib keldim. Uni sekin chiqarib turib yayishni boshladim keyin. Mana shunaqa qilib chiqarib olgandan keyin uzunchoq qilib tayyorlab olamizda, mana shunaqa qilib uzunchoq qilib. Keyin iyag'ini bo'lib dumaloq qilib, yapaloq qilib, ish qilib eplanadi. Chiburekka tayyorlab netdim. Orada mana tayyor bo'lgan xamirlar. Shunaqa qilib oldim, tayyor qilib. Undan keyin mana qiymani sekin solib, chiburek tayyorlashni boshladim. Ammo o'ta azobli ish ekan. Oyoqlarim og'rib, tugab ketdi borib, mana shuni tayyorlab netib olguncha. O'ta azobli ish ekan. Bu xamirni yayib olish, tayyorlash, uni pishirgani ham bitta odam qiladigan ish emas ekan qisqasi. Mana shu narsani men sezdim, angladim. Juda qiyin bo'lganga o'xshadi ona. Mana tayyorlanishi shunaqa bo'ladi. Qiymani sekin sop turib. Men ham yomon cho'zvordim bor, yog'ini silab, tezi yopmayman men. Mana shunaqa qilib yopib, birinchisi doim o'xshamaydi, mana shunaqa qilib suvlanadi. O'ng'iga yopishmaydi. Havosini chiqarib o'rmabman mana shuni. Momo qiyin qilig'imda ahvolini. Mana shunaqa bo'lib, birinchi marta endi apolmaysizlar. Xamirni ham o'ta yupqa qilib yuboribman. Shunaqa qilib, o pizza kesadigan tovuq oldim. Tekis qilib kesyapti. Zato tekis. Shunaqa qilib tayyorladim. Meni mukammal va chiroyli chiburegim tayyor bo'ldi. Bu chiburekni endi sekin to'ntarib turib, paxtakechga qo'yaman deb to'ntarmoqchi bo'ldim, tagi yopishib qolibdi. Sekin chiqarishga harakat qildim. Bu yoqqa unlab oldim, bu yoqqa ham yopishib qolmasin deb, lekin unlaganim ham, yaxshilab chiqarmoqchi bo'lganim ham bir tiyin bo'ldi. Ana qilig'imni qaranglar mana. Chiburek shunaqa bo'ladi. Birinchisi doim o'xshamaydi. Keyingilarida xudo xolasa bundan yaxshi saboq chiqaramiz albatta. Bu tajriba bo'ldi birinchisi. Yaxshi. Endi buni bir chekkaga olib qo'yamiz. O'xshasa yo somsa qo'ramiz yo jicha xamir qo'shib non qilib yuboramiz. Ikkinchi xamirni olamiz endi. Ana bu menga dars bo'lib, tagini yaxshilab unlab yubordim xamirni. Xamir bilan ish qilib yurmagan odam bir xamir bilan ish qilsa juda qiyin bo'lar ekan. Mana sirazi mana ikkinchisini boshladim. Unda ko'pligini qaranglar mana. Xamirni ham o'ta yuqa qilib yuboryapman-da. Mayli endi. Tayyorlab oldim. Kimga qarasam qo'ygani narsam yo'q ekan. O taxtakashni sekin artib tashab turib, ustiga ichi un sepib turib, chipureklarni qo'ygani tayyorlab oldim. Un sepib qo'ymasa, yopishib qolaverar ekan. O somsa buregimni ham bir chekka qo'yib qo'ydim. Birinchi chipuregim. Aslida ikkinchi, lekin muvaffaqiyatli birinchi chipuregim. Keyingilarni ham tayyorlashni boshladim keyin. Ammo chotim ayrilib qoldi bor, buni keyin qo'yib turib, nariyoqqa bor, bu yoqqa ke, nariyoqqa bor, bu yoqqa ke qilib. Ammo o'ta mushkulot ekan. Qisqasi shunaqa qilib tayyorladim. Chipureklarni. Ancha tajribam oshib qoldi, yonboshlariga ana qilib qiymadan olinayotgan suvlar bilan yaxshi yopishadigan qilib havolarini chiqarib tayyorlashda davom ettirdim. Taxtagachim to'lguncha chiburek tayyorlab turib, uni olib skоворodkadagi yog' tomonga yurdim. Keyin qizib turgan yoqqa chibureklarni tashashni boshladim.
ikkitadan tashlab turib, keyin qolganlarini tayyorlab bu yoqqa nimaga skоворodkaga chiburekni tashlab qo'yib, naryoqda yana yayib, ularni tayyorlab shunaqa qilib yurdim. Shu nima chibureklar to'ntargani shu narsani oldim. Qisqichda yomon bir pis narsa ekan. O'sha bo'lmadi. Chibureklarim, xamirlari ham yo'qoligiga rosa qiyin bo'ldi to'ntarish. Lekin bir narsa qilib eplab oldim, ammo qiyinchilik juda ham kuchli bo'ldi. Bu skоворodkaning ichidagi nima shudringga o'xshab turgan nimalar bor. Havo, suvning ichida havo turadi. O'shalar unlar cho'kib turib, yog' sifatini o'ta rasvosini chiqarib yubordi. Yog'imni tez yomon qilib yubordi. Shunaqa qilib, sekin-sekin pishirdik. Batuxonga o'xshab like bosish esinglardan chiqmasin. Podpiska ham bo'lib ko'rasizlar agar. Undan buyog'iga faqat ovqat qilishni qo'ymayman, uni hozir boshqa videolarni ham chiqaramiz. Shunaqa qilib o'zim ham zerikib ketdim. Sizlarga o'xshab oxirigacha ko'rganlar bo'lsa, juda zo'r sovg'am bor oxirigacha ko'rganlarga. Mana pirashka ham qilganman, o'sha pirashkalarim, chibureklarim, keyin non ham qildim, hali buzib qo'ygan chiburegimdan. 2 ta chiburekni buzib qo'ydim. Shunaqa gaplar.